Biroz meni kutib tur, hozir qaytaman. Bu qilich bilan nima qilmoqchisiz, hojam? Bu qilich bilan josuslarning kallasini uchirishni o'ylayapman. Iflos josus. Yo'q, meni qasd qilmayapsizmi? Bu yerda ikkimizdan boshqasi bormi? Ammo men Rim va Deklutianusning boshqaruviga xizmat qilyapman, hojam. Yagona Tangriga ishonganlarni, ya'ni Isoviylarning dushmanisan. Sen yolg'izgina o'z foydangga xizmat qilasan. Qilichni ol va o'zingni himoyala. Ammo men buguncha yolg'iz Juliusning buyrug'ini bajardim, hojam. Hozir esa uni chaqir, kelib seni qutqarsin. Yo'q, menga rahmingiz kelsin, hojam. Men adashdim. Men ham sizlar kabi Allohga ishonaman. Menga ichingiz og'risin, hojam, iltimos. Ichingiz og'risin menga. Bir Yahudiy yagona Tangriga ishonganlarga va Isoviylarga xizmat qilish o'rniga butparast Rimliklarga xizmat qilyapti. Hozir esa tur va o'zingni himoyala. Qani tur, qani. Meni o'ldirmang, hojam. Men bir umr siz Rimliklar uchun ishladim. Ishoning menga. Siz kabi bir xoin bo'lsam ham meni bu shaklda jazolamang. Men xato qildim. Meni kechiring, iltimos. Oyoqqa tur, o'zingni himoyala. Bo'lmasa seni shunday jahannamga jo'nataman. Qani tur, qani. Yo'q. Men hojamlarga qarshi qurol ishlatmayman. Meni kechiring, hojam. Bunday qila olmayman. Oilam meni kutyapti. Iltimos, meni qo'yib yuboring. Ketishim kerak. Buni qila olmayman. Bunga meni majburlamang, hojam. Iltimos, bunday qilishga meni majburlamang. Buni qila olmayman. Bunga meni majburlamang, hojam. Sen kabi josuslar tufayli yuzlarcha Isoviylar Rimliklar tarafidan o'ldirildi va vahshiy iskanjalardan zo'rba-zo'r qutuldi.